Barchaga xayrli kun. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'z ishlangan Arjonsning navbatdagi shuni. Navbatdagi kotyorlarimiz haqida ma'lumot berib o'tish maqsadida quyidagi videomizni amalga oshiryapmiz. Bugungi videomizda ayni ko'rishdagi gazli kotyorlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Bugungi videomizda har bitta kotyorimizni quvvati, qanday mahsulotlardan yasalganligi va narx haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, boshladik. Birinchi holatda kotyorimiz 50 kvadrat metr joyni qizdirish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilinmoqda. Ichida 25 mm diametrdagi turbalardan 18 dona teploobmennik qo'yilgan. Bir necha yillar oldin ushbu kotyorlarimizni 100 kvadrat joyga taqdim etardik. Bugungi kunda bu kotyorlarimizni 50 kvadrat metr joyni qizdirish maqsadida yasab taqdim qilmoqdamiz. Sababi yurtimizda gaz tariflari oshib ketdi. Limit tushunchasi hosil bo'ldi. Shu sababdan ham kotyorlarimizni quvvatini balandroq qilgan holatda kichikroq hududlarni isitish maqsadida tavsiya qilmoqdamiz. Xo'p, o'lchamlari kotyorning mo'risi 89 diametr turbadan yasab qo'yilgan. Kotyor balandligi suv aylanish qismi holati bo'yicha aytadigan bo'lsak, demak 37 cm oyoqlari balandligi bilan 42 cm tashkil qiladi. Kotyor 25 ga 25 o'lchamda yasab taqdim qilingan. Kotyorimiz lazerda kesilgan, chipu stanoklarda bukilgan holatda shofsiz shaklga keltirib yasab taqdim qilinmoqda. Keyingi kotyorimiz 100 kvadrat metr joyni qizdirish quvvati holati bo'yicha taqdim qilinadi. Ushbu kotyorimizda ham 89 mm diametrdagi turbalar 25 ga 25 o'lchamda yasalgan, lazerda kesilgan. Demak, teploobmenniklarimiz 25 mm diametrdagi turbalarimiz qalinligi 2,8 mm tashkil qiladi. Barcha kotyorlarimizni qalinligi 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий listlardan yasab taqdim qilinadi. Ushbu kotyorimiz ichida 25 dona teploobmennik hosil qilingan va 100 kvadrat metr joyni qizdirish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilinadi. Kotyorning suv aylanish qismi 46 cm, kotyorning oyoqlari bilan balandligi 51 cm ni hosil qiladi. Navbatdagi kotyorimiz 150 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilingan. Xuddi qolgan kotyorlarimiz singari lazerda kesiladi, chipu stanoklarda bukiladi. Kotyorimiz 25 ga 25 o'lchamga ega. Ichida 32 dona teploobmennik qo'yilgan, 25 mm diametrdagi turbalar, 2,8 qalinlikka ega, 89 diametrdagi mo'ri. Kotyorning suv aylanish qismi 54 cm, oyoqlari balandligi bilan kotyorimiz salkam 60 cm ga yaqin 59 cm ni tashkil qiladi. Navbatdagi kotyorimiz 200-250 kvadrat metr joyni qizdirish quvvatiga ega. Bu kotyorimizda ham 32 dona teploobmennik qo'yilgan, faqat ushbu kotyorimizdan farqi turbalarimizni soni bir xil bo'ladi, lekin metr hisobiga ushbu kotyorimizda ko'proq yuza hosil qilingan. Demak, bu kotyorimiz 30 ga 30 o'lchamda yasab taqdim qilinadi. Turba diametri 89. Kotyorni birinchi qatorda 32 mm diametrdagi turbalardan foydalanganmiz. Keyingi yuqori qismida 25 mm diametrdagi turbalardan foydalangan holatda yasab taqdim qilindi. Bu kotyorlarimizda og'iz qismi kattaroq bo'ladi nisbatan, sababi avtomatik горелkaga moslashtiriladi. Hop, 3 mm qalinlikdagi listlardan yasab taqdim qilindi. Navbatdagi kotyorimiz 300-400 kvadrat metr joyni qizdirish quvvatiga ega. Ushbu kotyorimizda 50 ga yaqin teploobmennik qo'yilgan, ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak 48 dona teploobmennik qo'yilgan. Pastki qismida 32 mm diametrdagi turbalar, kotyorimiz buklangan holatda yasalgan. Xo'p, ushbu kotyorimizda ham 2,8 mm qalinlikdagi teploobmenniklardan foydalanganmiz. Aytayotgandek, tagida 32 mm diametrdagi turbalar avtomatik горелkaga moslashtirilgan holatda yasab taqdim qilindi. Navbatdagi kotyorimiz Dagestanskiy Axti kotyorimiz, kondensatsionniy kotyor hisoblanadi. Ushbu kotyorimizda ham 3 mm qalinlikdagi turbalar. Bu kotyorimizda ikki xil tur bor. Ayni holatda 200 kvadrat atrofida joyni qizdirish maqsadida taqdim qilinayotgan varianti, bundan kattaroq variantimiz bor. U kotyorimiz demak 500-600 kvadrat metr joyni qizdirish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilinadi. Ushbu kotyorimizda 25 dona teploobmennik bor ichida. Bundan tashqari issiqlikni demak ushlab qolish uchun aylanma harakatlar hosil qilinadigan, demak trayektoriya hosil qilingan. Bu kotyorimiz va qolgan kotyorlarimiz haqida ham yasalishi haqida videolar mavjud, kanalimizda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hurmatli kuzatuvchilar,
mana shu ko'rinishda bugungi kunda O'zchilangar jamoasida quyidagi quvvatdagi, quyidagi turkumdagi kotyorlar yasab taqdim qilinadi. Endi narxlari haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, birinchi holatda kotyorimiz 1.200.000 so'mga baholangan. Ikkinchi holatda kotyorimiz 1.5 million so'm. Uchinchi holatda kotyorimiz 2 million so'm. To'rtinchi holatda kotyorimiz 2.5 million so'm. Beshinchi holatda kotyorimiz 4 million so'm. Demak, keyingi holatda Dagestanskiy axta kotyorlarimiz 4 million so'm va bundan katta varianti 5 million so'mga yasab taqdim qilinmoqda. O'zbekiston bo'ylab dastavkani yo'lga qo'yganmiz, ya'ni kim kotyorga buyurtma qiladigan bo'lsangiz, yurtimizni barcha nuqtasiga o'zimiz hisobimizdan dastavka qilib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.